Sizning cho'ntagingizdan ketmagani uchun ko'p narsani jiddiy olmaysiz deydi erim. Masalan, yaqinda uyimizda issiqlikni tuzattirdik. Keyin dushda muammo bo'ldi, tuzatish kerak dedimda, tuzalguncha oshxonadan chelakda hammomga suv tashib turdim. Bir pasda tuzatib oldik ham. Gap men pul to'lamaganimda emas, siqilib hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Keyin bunaqa texnik nosozliklar kayfiyatimizni tushirishga umuman arzimaydi. Chelaklar suv tashishga keladigan bo'lsak, kichkinaligimda qishloqda ichimlik suvini ham chelak betonlarda 500 metr uzoqdan olib kelardik. Oshxonadan dushga suv tashiganim uchun siqilish noshukrlik emas ozgina. Issiqlik buzilsa uyda qalinroq kiyinib hal qilish mumkin. 8 ta odam bitta xonaga pechka yoqib, kuni bilan vaqt o'tkazib, kechqurungina ikkinchi xonaga ko'mir yoqib isitib qishdan chiqardik. Ariston buzilib qoldi deb siqilsam, ozgina o'zimni ensam qotmasmikin? Xudo qanday sharoitdan olib chiqqandi meni deb. Odam hayoti va sog'ligiga bog'liq bo'lmagan muammolarga siqilmaslikka harakat qilaman. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. Siqilasizmi, yig'laysizmi, vaziyat o'zgarmaydi. Undan ko'ra tinchgina yechim qidirish kerak. Hayoti davomida ko'p ko'chib yurishga to'g'ri keladigan odam sifatida moddiy narsalarga unchalik ham yopishib olmayman. Grow 18-kun English visolani kuzatganingiz uchun rahmat.